Hozir biz buni eksperiment qilib ko'ramiz. Qachonlarga bilasan? Men kulib yotibsizlar, ezbordinglar-ku. Hozir men bunaqa idishcha olganman. Internetda rosa mashhur bo'lganligi uchun. Ko'rgim keldi ta'mini. Bu idishning ikkita bunaqa nasatkasi bor. Bularni bundoq krishkasiga qo'ysanglar, shuni ta'mi kelishi kerak. Bizda bu yerda olchali, apelsinli. Посмотрим. Shunda men buni olib tashlaymanmi? Xullas, mana nasalkasini mana shunaqa qilib taqib oldik. Oddiy suv, hech qanaqa ta'mi yo'q. To'g'ri hech nima ta'mi yo'q. Bu ishlamadi. Keyin nasalkasini ko'ramiz. Ochmaydi. Faqat hidi kelyapti. Hech qanaqasiga ta'mi yo'q. Shuni men qanchaga oldim? Menga yoqmadi. Ishlamaydi, bunaqa olib yurmaylar yana. Men Murodga o'xshab qoldimmi? Murod ham hamma narsa zakaz qilib ko'raveradi-yu. Короче, bu увлажнитель. Qovun namlantiruvchi. Сейчас. İşledimi? O mana endi chiqadi. 800 yil ishlaydimi bu? Havo chiqarar ekanda. Kiyimni doq qilamiz-da. Nom doq qilamiz. Ketish kerak. Keyin bitta qilib ko'ringlar, iltimos. Doq qilib ko'rdik futbolkani. Ketmayapti. Короче, лайфхак просто. Xo'pmi, o'xshamaydi, ishlamaydi. Dog'ligicha qoldi. Anunda ketuvdi. Nima hozir nima hech qaysi o'xshamadi. Hammasi fuflo просто. Menga o'xshab настроениyalar tushmasligi uchun mana shunaqa marketing qurboni bo'lib, pullarni bekorga sarflamaydi.